Yana qayta dunyoga kelganimda shu ota-onani tanlardim. Men juda ham xursandman menga qattiq qo'l bo'lganlarga. Haqiqatan hech kim bilan qo'shtirmaslar, qaysi ma'noda ko'p suhbatlashmaslar. Chunki ayol kishi ko'chada ham do'konlar bilan ko'p o'tirsa g'iybat boshlanadi. Bolam, kerakli ish qil, uyingga shu qo'lingda bitta supurgi, bitta latta bo'lsin, ish qil. Juda ham toza inson edilar. Charxpalak video filmiga ham ruxsat bermaganlar sababi bir so'zli inson edilar, punktualniy. Bilaman dedilar, boshqa soha egalari hech qachon gapini ustida turmaydi bolam. Eng bitta narsani esingdan chiqarmagin. Kim seni qayerga chaqirdimi? Bor. Faqat 10 minut oldin bor. Chaqirmagan joyga borma hech qachon dedilar. Shunda Charxpalakga chaqirishganda yo'q dedilar, ancha yo'q dedilar. Svetlana degan odam bo'lardilar, kartina direktori. O'shalar zo'rg'a ko'ndirdilar. Faqat qizimni vaqtida olib ketsanglar ruxsat beraman dedilar. Keyin orada baribir syomka jarayonlarida bilasiz, svet o'chib qoladi, yog'ingarchilik bo'ladi, syomkalarimiz cho'zilib ketadi. Shu bir kuni 12 da kelaman deb dachada olinadigan joyda yomg'ir yog'ib ketgan, kutganmiz yomg'ir tinishini 2:30-3 larda kelganman. Uyga kirgizmaganlar. 15 kuncha uyga kirmaganman, xolamgida yashaganman. Podyezdda o'tirganman, qornim och, men atayin qilmadi, mana so'ring, ishonmay. U paytlar telefonlar yo'q edi. So'ring, mana o'zligi olib kelishdi, yomg'ir yog'di desam, men seni aldaysan deyotganim yo'q, hozir senga ruxsat bersam, ertaga yana shu ish qilasan deganlar. Shuning uchun uzr deganlar. Kinoda ham o'ynamaysan, uyga ham kirmaysan. Onam bechara shuni ocharlar podyezdda, nonni berarlar, odam yopib qo'yarlar, ta'sirini yesin derdilar. O'sha payt to'g'ri qanaqadir ma'noda xafa bo'lgandirman, lekin keyinchalik o'ylasam to'g'ri ish qilgan ekanlar. Agar menga shu narsaga ruxsat beraverganlarda, bo'laverar ekan, etsam bo'lar ekan kech qolsam degan narsa bo'lardi. Keyin shunaga yana 2 oydan o'sha 3 oycha ruxsat bermadilar. Kino kutishdi. Oxiri yana kelib ruxsat olishgandan keyin ruxsat berdilar. Ungacha men xolamgida yashadim 15 kuncha. Undan keyin bormadim syomka jarayonlarida, boshqa joylarni olib turishdi. Mayda agar bo'lsa boshqa qizni olinglar, yo'q, faqat sizni olamiz deb otamdan so'rab, keyin ruxsat berib, xudoga shukr yuzlarini yerga qaratmadim. Keyin undan keyin Shaytanat video filmiga mana shu qizlarini roli bor-ku. O'shanda chaqirishganda odamlar so'radilar, nima, qanaqa rol, qisqa gapir. Aytdim, shunaqa, yo'q, bormaysan. Nimaga? Yo'q, bu yerda to'g'ri kelmaydi. Sal nojo'ya joyi bor bu. Aytdim, endi rol ekan desam, rol ekan deb qadam bosirmaysan, sal orqaga qarashni o'rgangin. Rol o'ynading, pul topding, orqangda men, onang borman. Kelajakda turmush qurishing kerak. Shu bilan sal aql bilan ish qilishni o'rgansang, bemalol dedim, yo'q, shundan keyin bormadim. Keyin odam uncha-bunchaga yig'laydigan inson emas edilar. Begona bahor filmida premyeraga olib chiqqanimizda o'shanda ko'rganman birinchi ko'z yoshlarini. O'shanda hammani oldida quchoqlab meni saniga rahmat, seni yaxshi ko'raman